Dadajon, shashligim kelyapti. Yurchi. Assalomu alaykum aka. Shashlik nech puldan? 10 ming, 12 ming aka. Assalomu alaykum. To'rg'amchi bor-a? To'rg'amchi bor aka. Nechta qo'yaylik? Siz olavering, men sizdan keyin olaman. Xo'p, rahmat. Qanchadan beri olib beraman deysiz? Olib bering bir marta. Bering, endi yegim kelyapti. Aka plyus chiqib qoldi. Yo'q, adashmayapsizmi? Yo'q. Cho'ntagingizdan plyus olayotganda plyus chiqib qoldi. Rahmat. Ana dada, plyus bor ekan-ku, endi olib bering. Aka, 3 ta bering. Qancha olamiz, o'g'lim? Rasululloh aytadilar, kim bir musulmon oilaga xursandchilik kiritsa, Alloh taolo mana shu kishi uchun jannatdan boshqa narsani mukofot bo'lishiga rozi bo'lmaydi.